Salom. Bugun sizlar bilan Sherbekam. Bugun biz Tikon egasini qidirishga ketamiz. Qani ketdik. Birinchi bo'lib mana shu Li9 mashinamizga o'tirib olamiz. Mana qani ketdik. Birinchi bo'lib Tikonimizni olamiz. Mashinachi do'stlar, biz 34-seriyada o'ynaymiz. Yana qaytarib o'taman. Kirsalaringiz o'z mafiya semiyasiga qabul qilamiz. Stoyanka buni politsiyskiy mersimizni obzor qilaylikmi? Albatta kommentariyada yozing sizlar. Mana Tikonimizni ko'k rangga bo'yadik va nomerlari ahamiyat bergan bo'lsalaringiz E350 EV77 bo'ladi. Obunachilar, agar mana shu Tikon bugun 20 minut ichida anons egasi topiladi, bo'lmasa birinchi sanagacha, ya'ni 29-iyungacha mana shu Tikon avtomobilini ekranlaringizda ko'rib turgan lichka meniki. Kimga preview xizmati kerak bo'lsa albatta yozasizlar do'stlar. Telegram lichkalarimga kim chalsa beraman. Telegram lichkam ekranga o'tirar. Kimga preview xizmati kerak bo'lsa ham shu lichkamga yozsangiz sizga Tikonga arzon va Tikonga preview yasab beraman. Tikon mutlaqo obunachilar, mana Tikon ko'rtirganlaringizda hozir tezini ko'rsataman. Mana esa 5 kilometr yurgan obunachilar, yangi number qo'yilgan. Yutmaysizlar obunachilar. Bu video 15-iyun kuni chiqishi kerak edi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra bu video 19-iyun kuni chiqyapti. 29-iyungacha muhlat yana 10 kun bor ekan do'stlar. Mana Tikonda biroz aylanamiz va sho'xliklar qilamiz demaymiz, aksincha. Qani ketdik yana parkovkaga do'stlar. Mana Tikonga gap yo'q, lekin yangi boshlanganlarga zo'r. Tikon obunachilarning oynalar sinib to'g'ri dumaladik-da. O'tkazib do'stlar, qani parkovkaga. Kim Mersmidi? Yo'q, Ferrari eksklyuziv 10 million so'm go'shtkasi. Teginadi endi menga. Lekin biz orqamizdan kelyapti. Ketdik, bunaqa kirib ketamiz. Obunachilar chalg'itamiz. Qani kim bo'lsa bu. Obunachilar, yangi Mers oldim, politsiyskiy. Shuni obzor qilamiz. Shu videoga 10 ta like yig'ilsa, mana minutga urib beradi ekan. Hozir do'stlar turib olib remote davom etdi. Mana parkovkaga ham yaqin qoldik. Mana biz parkovkaga kelyapmiz do'stlar. Mana shu Tikonni boya aytganimdek sizlar, mana salonlar cho'tki. Tikonimizni kengsizlar, 34-serverga yutib olsizlar. Geyliklar endi urib ketaveradi Tikondamizda, chunki lekin mana birinchi o'rinliklarga zo'r. Bizlar hozir o'zimizning mashinamizni olamiz. Bitta mashinamizni olamiz hozir. Tikonni vigorizatsiya qilamiz va endi politsiyskiy mersimizni olamiz. Obunachilar, politsiyskiy mers sotib oldim.
Mana hozir tashqariga chiqib obzor qilamiz do'stlar. Shu mers bilan 10 ta like yig'ilsa shu mers bilan videolar ko'rsatamiz. Mana uyga boya bizda urgan bola uyga tez so'rayapti. Hozir transport показать PTS moshina dokumentini ko'rsatyapman. PTSini qancha ko'rsatganligini hozir sizlarga ham ko'rsataman. Ana do'stlar. Ana полицейский. Ana urdik. Ana urdik do'stlar. Mana do'stlar полицейский mersimiz nomeri O333 MK. Hozir bitta brat kelib nima deyapti? Politsiya. Hozir yozamiz. O'zbekmisiz? Chunki familiya Muhammad Orziyevda. Mana полицейский obunachilar, mana shu bilan video qilaylikmi yo'qmi yozib qoldiringlar. Mana 2,5 million so'm go'stka narxi, 4 ta водитель, пробег 871 km, nomer O333 MK 80 R faras qizil, dvigatel уровень 0, chip tuning 0, transmissiya 0, turbinadov 1, tormoz 0, shina 1, nitro full, podveska 0 obunachilar. Yo'llari bor. Tonirovka urilgan do'stlar. Oppoq dinarangda. Mercedes S63 AMG do'stlar. Shu bilan obzor qilaylikmi? Shu videoga 10 ta like yig'ilsa obzor qilamiz. Qani boyag'ida aytib qo'yganimdek 29-iyun kuni yo stream bo'ladi yo video qilib tik avtomobilini beramiz. Uzr, 15-kun chiqish kerak edi bu video, sal kechiktirildi. Chunki odam yig'ilsa 5 kun ichida yig'ilami dedim. Odam hech kimga yozmadi. Telegram lichkamiz shu opsiyada ham bo'lar, ekranlaringizda ham chiqadi. Tekin preview kerak bo'lsa yozasizlar. Qani kim birinchi yozsa 34 yerda tugib beraman do'stlar. Hammaga rahmat. Videoga like bosing, obuna bo'ling.